Shoir Zarifo'g'li shunday yozadi: Kichik va oddiy narsalar qayg'u chekish va xursand bo'lish uchun kifoya. Faylasuf Boesining fikricha, ulkan baxt sohiblarining xursandchiligini tag-tugi bilan qo'porib yuboradigan narsalar aslida juda kichik narsalardir. Baxt va badbaxtlik orasidagi bir odamiylik masofani Sadi Sheroziy quyidagicha ifodalaydi: Yoningda turgan odamlarga qattiq ishonma. Senga qarshi tomonga o'tib ketishi uchun bir qadam, dushman bo'lishi uchun esa bir og'iz gaping yetib ortadi. Montenning fikricha, xursandchilikning qisqa hikoyasi hamisha falokatga yaqin turadi. Sog'ligim joyida ekanida, quyosh nur sochib menga jilmayib turganida, kayfiyatim joyida bo'ladi. Biroq oyog'imning tirnoqlari etimga botsa, qanchalar jirkanch va chidab bo'lmas odam ekanimni bir ko'rsangiz edi. Hayotda nima ish qilma, tanqid qilishni so'kadiganlar albatta topiladi. Sening to'g'ri yoki noto'g'ri ekaning ular uchun qiziq emas, ularga tanqid qiziq. Shunday ekan, hayotingni kimlarningdir gap so'zlariga qarab belgilama. Ishonaver, o'sha tanqidchilar sendan ma'sumroq emas. Hatto ba'zisining yuragida ig'vo, boshqasinikida esa hasad urchigan. Ig'vogarni haqda sobit bo'lish bilan jazola. Hasadgo'yni esa haq yo'lingdagi g'alabang bilan jigarini ez. Qaychi katta o'ramlarni kichkina matolarga ajratib tashlaydi. Igna esa kichkina arzimas bo'lishiga qaramay, shu mayda juda matolarni orasini birlashtirib, yangi kiyimlar hosil qiladi. Sen hayoting davomida igna kabi bo'l. Bo'laklarni birlashtir, butunini ajratma. Insonlar orasini isloh qil. Ular orasiga nizo solma. Qalblariga muhabbat urug'ini ek. Insonlarni sevishni o'rgat. Zero yaratilgan narsalarni sevmagan yaratguvchini seva olmaydi. Insonlarga yondosh va yelkadosh bo'l. Balki kishilarning barcha muammolarini hal qila olmassan, ammo g'amga cho'mgan insonni huzuringga kelsa, dardini tingla. Aybdor uzr so'rasa, uzrini qabul qilib, bag'rikenglik ko'rsat. Yordamga muhtoj kelsa, imkoning boricha uni qo'lla. Zaminni gullar bilan to'ldirmasang ham, gul ekish uchun uni tikanlardan tozala. O'zing eng yomon vaziyatda bo'lsang ham, insonlarga yaxshilik ulash. Ularni zulmatli jarlardan yorug'likka olib chiquvchi mustahkam arqon bo'l. Ana shunda insonlar seni boshlariga toj qiladilar. Buyuk kemasoz har xil kemalar yasabdi. Qaysidir kema ulkan, baquvvat, qaysidir kema o'rtamiyona, qaysidir kema esa kichik va nafis. Kemalarni yasab bitirgach, kemasoz kuchli va baquvvat kemalarini to'fonli dengizga, o'rtamiyona kemalarini o'rtacha to'lqinli dengizga, nimjon nafis kemalarni esa eng tinch va kichik dengizlarga yo'llabdi. Ta'bir joiz bo'lsa, biz Alloh yasagan kemalarmiz. Hayot ummoningizda kuchli to'fon va har xil sinovlar bo'lyaptimi? Demak, siz kemasozning kuchli baquvvat kemasisiz. Unutmang, yaratgan toqatingizdan ortiq musibat bermaydi. Demak, barcha sinovlarni yengib o'tib, baxt sohiliga omonlikda yeta olasiz inshaalloh. Biz yashayapmiz, suratlarimiz, rasmlarimiz yashaganchalik yashaymiz. Ro'molchamiz, ko'ylagimiz, poyabzalimiz yashaganchalik yashay olmaymiz. Sigaret qutisini stolga qo'y, ustiga tosh bostir, so'ng eshiklarni yopib chiqib ket. 300 yil o'tgach kel, joyida turgan bo'ladi. Balki sarg'ayib ketgan, burishib qolgan bo'lar, biroq baribir u o'sha qog'ozdir. Bir sigaret qog'ozichalik umrimiz yo'q. Kafanimizdan avval chiriymiz. Najib Fozil. Uylanaveramiz. Falonchi uylandi, xotinini eplolmadi, ajrashdi. Falonchi erga tegdi, juda ham baxtsiz. Bunisi ish boshladi, qarzga botib ketdi. Menda ham shunday bo'lsa-chi? Qiziq. O'sha aytilayotgan xotinga siz uylanmoqchimisiz? Yoki shu odamga erga tegadigansizmi? Yoki qarzga kirib qolgan insondek ish yuritmoqchimisiz? Yo'q. Unda nega ularni o'ylab to'xtayapsiz? Siz boshqa, ular boshqa odam emasmi? Albatta. Demak, yo'lingiz ham boshqa. Siz uylanadigan qiz, siz tegadigan er, siz qiladigan ish boshqa. Eng yaxshisi ularni xatolaridan xulosa qilishdir. Lekin biz o'zgalarning og'ziga qarab harakatlanamiz. Odamlar siz va boshqalar haqida nima desa, ishonavermang. O'z hayotingiz bilan yashang. Baxtli insonlarning 7 ta maxfiy siri.
Erkinlik siri: atrofdagilar siz haqingizda nima deb o'ylashlari haqida bosh qotirmang. Voqelik siri: har qanday fikru xayolimiz albatta hayotga ko'chadi. Go'zallik siri: o'zingizni boringizcha qabul qiling va yaxshi ko'ring. Ahillik siri: o'zingizni ham boshqalarni ham tanqid qilavermang. Sevgi siri: mehr-muhabbat hadya eting va sevgan insoningizni o'zgartirishga urinmang. Badavlatlik siri: avvalo berishni, saxiylikni, keyin esa olishni va qabul qilishni o'rganing. Baxt siri: kamroq o'ylang, ko'proq sevib shodliklardan baxt oling. Ba'zilar bu dunyoda xuddi qo'riqchi itdek yashab o'tadi. Butun umr o'lib tirilib, yig'gan mol-mulkini merosxo'ri uchun qo'riqlab, nest-nobud qilmay yetkazib beradi xolos. O'zi uchun ishlatmaydi, dam olmaydi, davolanmaydi, sayohat qilmaydi, oxirati uchun zaxira qilib sadaqa va xayr-ehsonlar bermaydi. Uning o'limidan so'ng merosxo'rlari tayyoriga ayyor. O'roqda yo'q, mashoqda yo'q, xirmonda hozir bo'lib, oson kelgan boylikni istagancha sovurib, kayfu safo va ayshu ishrat qilishadi. Hisob-kitobni esa meros qoldirgan beradi. Haqiqiy mahrumlik shu bo'lsa kerak. Mark Avreli O'ylar asarida shunday yozadi: hayotingni bir butun deb o'ylab qayg'urma. Avval boshdan kechirgan va keyin boshingga tushadigan tashvishlarni jamlab, ularni bir butun deb o'ylama. Xitoy maqolida bu holat kinoya bilan quyidagicha ta'riflanadi: hali yoningga yetib bormagan ko'prikdan o'tishga urinma. Bu hayotda katta gapirma. Masalan, men hech qachon deb boshlanguvchi jumlalar tuzma. Boshqaning boshiga tushgan sening ham chekkingga tushish ehtimolini unutma. Kimnidir musibat haqida gapirishdan o'zingni tiy. So'zlaring imtihoning, kulgularing esa ko'z yoshing bo'lishi mumkin. Agar insonlar qalblariga haqiqiy ma'noda nazar solishni o'rganishsa edi, xohlagan narsalari bu dunyoda emasligini anglab yetgan bo'lishardi. Bu shunday hasratki, hech bir nikoh, hech bir sayohat, hech bir ta'lim tom ma'noda kishi ko'nglini to'ldira olmaydi. Bunda ularning eng muvaffaqiyatlilarini nazarda tutyapman. Agar men bu dunyodagi hech bir urinish qondira olmaydigan biror orzu-umidini o'zimda payqab qolgudek bo'lsam, buning eng mantiqli izohi ushbu orzuyimni boshqa bir dunyo uchun yaratilganidir. Agar dunyoviy lazzatlarni hech bir uni qondira olmasa, bu shundan dalolat beradiki, dunyodagi lazzatlar uni qondirish uchun emas, balki namoyon qilish uchundir. Qondirishning imkoni bo'lmasa-da, haqiqiy ma'noda izlanish uchun ham u oshkor bo'lishi kerak. Shunday ekan, dunyoviy ne'matlarga bir tomondan past nazar bilan qaramasligimiz va noshukur bo'lmasligimiz kerak. Boshqa tomondan ularni nusxalari bilan aralashtirib yuborishdek xatoga yo'l qo'ymasligimiz darkor. Haqiqiy vatanim hurmati uchun ham menga ato etilgan orzu-umidlarni muhofaza aylashim lozim. U shunday vatanki, o'lmasdan turib unga qovusha olmaysan. Badavlat odam aytmoqda: pul juda ko'payib ketsa, oldinlari lazzat bergan narsalarni qizig'i qolmas ekan. Odam yangicha narsalar izlarkan. Masalan, bir paytlar oddiy pirojka yoki gumma yeb ham mazza qilardim. Hozir faqat tushlik qilish uchun ham Istanbulga bora olaman, ammo o'sha oddiy lazzatni topa olmayman. Qurbi yetadigan va bemalol erisha oladigan narsaga insonning qiziqishi qolmas ekan. Allohning adolatini qarangki, boylar 5 yulduzli Michelin markali restoranlarda taomlangan lazzatini kambag'allar oddiy somsadan topib, undan ko'proq lazzatlanishi mumkin. Faizdin Mo'min. O'zingizni muhim shaxs deb hisoblamang. Dunyosiz bo'lsangiz ham, bo'lmasangiz ham turaveradi. Oilangiz, farzandlaringiz siz o'lgandan keyin ham yashayveradi. Ishlaringiz sizsiz ham bitaveradi. Barchasini zimmasiga olib, o'zingizni qiynayvermang. Umringiz qanday o'tganini ham bilmay qolasiz. Tashlab qo'ying, vazifalarni taqsimlang. Atrofingizdagilar uchun emas, o'zingiz uchun ham yashang. Ularni o'zingizga bog'lab qo'ysangiz, ishoning, sizdan keyin ko'proq qiynalishadi. Qo'yib bering, ularni ham harakat qilishga o'rgating. Ishlaringiz siz bo'lmasangiz-da yuraveradigan holatga kelsin. Vaqtingizni, kuchingizni oxiratingiz uchun ham sarflab turing. Ishoning, hammasi yaxshi bo'ladi. Orif Taskin.
Ikki kishi orasidagi quchoqlashish odatda o'rtacha uzunligi 3 soniya tashkil etadi. Ammo tadqiqotchilar aql bovar qilmaydigan narsani topsalar. Quchoqlash 20 soniya davom etganda esa bu tanaga, onga, qalbga shifo ta'sirini ko'rsatar ekan. Sababi samimiy quchoqlashish sevgi garmoni deb nomlanuvchi oksitosini ishlab chiqaradi. Ushbu moddaning esa jismoniy sog'ligimizga ko'plab foydalari bor. Bu bizga dam olishga, qo'rquv va xavotirlarimizni tinchlantirishga, xotirjam qilishga va asabiylikdan qutulishga yordam beradi. Bu ajoyib trankvilizator har safar yaxshi ko'rgan insonlarimizni achum-achum qilganimizda, bolajonlarimizni o'pganimizda, raqsga tushganimizda qalbimizning yorishishiga yordam berar ekan. Bugunoq 20 soniya davomida sizga yaqin bo'lgan insonlarni quchoqlang va ularga ajoyib sevgi taqdim eting. Barcha tilaklar darrov amalga oshganda edi, insonlar nima bilan band bo'lardi? Qanday vaqt o'tkazardi? Hamma narsa o'z-o'zidan ro'yobga chiqqanida anordek qip-qizil kurkalar atrofda uchib yurganini, oshiqlar umuman to'siqsiz bir-biriga qovushganini va umuman qiyinchiliklarsiz munosabatlarni davom ettirayotganini bir tasavvur qilib ko'raylik-a. Unday joyda ba'zilar zerikkanidan o'lib qolgan yoki o'zini osib qo'ygan, yana kimlardir esa o'zaro janjallashib bir-birini qatl etgan bo'lardi. Shunday qilib tabiat hozirda ularga yetkazayotgan zarardan ko'proq talafdor o'zlari sababchi bo'lib qolishardi. Baxtli inson hech qachon birovga ozor bermaydi va birovni hayotiga aralashmaydi, chunki bunga uning haqqi yo'q. Boshqalarning hayotiga aralashib ozor berish bu baxtsiz odamlarning ishi. Shunday ekan, bunaqalar bilan kurashmang. Aksincha ularga baxt tilang va yo'lingizda davom eting. Bilmaymiz kimning qancha umri qolgan. Shunday ekan bu go'zal hayotda faqat o'z ustingizda ishlang, rivojlaning. Qo'lingizdan kelsa yaxshilik qiling, qo'lingizdan kelmasa yomonlik ham qilmang. Chunki oldinda har birining to'lovi bor. Muhabbatsiz majburiyat odamni asabiy qilib qo'yadi. Muhabbatsiz mas'uliyat odamni beodob qilib qo'yadi. Muhabbatsiz adolat odamni johil qilib qo'yadi. Muhabbatsiz haqiqat odamni tanqidchi qilib qo'yadi. Muhabbatsiz tarbiya odamni ikkiyuzlamachi qilib qo'yadi. Muhabbatsiz aql odamni takabbur qilib qo'yadi. Muhabbatsiz xushmuomalalik odamni tilyog'lamachi qilib qo'yadi. Muhabbatsiz bilimdonlik odamni yonbosmas qilib qo'yadi. Muhabbatsiz hukmronlik odamni zolim qilib qo'yadi. Muhabbatsiz boylik odamni ziqna qilib qo'yadi. Muhabbatsiz iymon odamni tobe qilib qo'yadi. Har bir ishni muhabbat bilan qiling, shunda hammasi joyida bo'ladi. Muammo taqdirning bema'noligida emas, chunki inson biror narsani chin dildan istasa, unga erishadi. Qo'rqinchli tomoni xohlagan narsamizni qo'lga kiritgach, undan bezib qolishimizdadir. Bu vaziyatda aybni taqdirga emas, balki o'z istaklarimizdan qidirishimiz lozim. Ertalab turganingda, kunduzi yurganingda, kechasi uxlaganingda hech qayering og'rimasa, shuning o'zi baxt. Dunyoda mehrdan arzon narsa yo'q. Bir og'iz shirin so'z, bir chimdim mehr kimni o'ldiribdi? Biz esa shuni ham bir-birimizdan ayaymiz. O'tkir Hoshimov. Baxtli yashash qoidalari. Hech qachon birovni siz haqingizdagi fikriga e'tibor bermang. Hech qachon o'zingizni birovsiz yasholmaydigandek tasavvur qilmang. Hech qachon hammani rozi qilish uchun yashamang. Hech qachon o'zingizni boringizdan yaxshi ko'rsatishga urinmang. Hech qachon o'zingizni boshqalardan ustun deb o'ylamang. Hech qachon birovlarning xohishlari bilan yashamang. Hech qachon o'zingizni odamlarning diqqat markazida deb tasavvur qilmang. Ba'zida kimgadir javob qaytarmaslik javob qaytarishdan kuchli javob bo'ladi. Kundalik tartibingizda kitob o'qish, sport bilan shug'ullanish, birodarlarni yo'qlash albatta bo'lsin. Eng asosiysi o'zingizni devonaga solib oling. Devona Karnegi. Har bir inson baxtni qidiradi. Bunda hech bir istisno yo'q. Biroq har bir odam shikoyat ham qila oladi. Shahzodalar, xizmatkorlar, xoslar, yosh keksa, kuchli, zaif, o'qimishli johil, sog'lom bemor. Har o'lkada, hamma vaqt, har doim va har qanday sharoitda.
Kishi atrofidagi hamma narsa bilan bu bo'shliqni to'ldirishga behuda urinadi. Ammo bu naf bermaydi. Sababi ushbu bo'shliqni faqatgina cheksizlik sohibi Alloh ishqi bilangina to'ldirish mumkin. Sen uchun eng muhim vaqt sening hozirgi oningdir. Chunki faqat shu ondagina, faqat hozir sen bir yaxshi ish qilishing mumkin. Sen uchun eng muhim inson hozir sening oldingda bo'lgan odamdir. Chunki o'sha ondan keyin balki uni boshqa hech qachon ko'rmassan. Shunday ekan unga yaxshilik qil. Sen uchun eng muhim ish yaxshilik qilishdir. Chunki insoniyatning asosiy vazifasi ham, hayotning g'oyasi ham shudir. Omadli insonlar mana shu 3 nuqtaga ahamiyat beradi va undan foydalanadi. Agar kelajakda bir kun koshki edi deb qolishni istamasang, 3 narsani to'g'ri tanla: rafiqangni, ishingni, do'stingni. Yunus Emro. Bilasizmi, ko'r odam ko'rishni boshlashi bilan birinchi navbatda nima qiladi? Butun umr unga yordam bergan hassani tashlab yuboradi. Bu hayotning achchiq haqiqati. Odamlarga foyda keltirishni to'xtatganingizda, ularni haqiqiy yuzini ko'rasiz. Ba'zilar faqat kerak bo'lganingizdagina sizni qadrlashadi. Baxtli bo'lishni xohlaysanmi? Orqangdan gapirgan har kimsaga quloq solma. Har va'daga ishonma. Har taniganingni o'zingga o'xshatma. Hech kimga o'z qadridan ortiq baho berma. Axlatda o'sgan guldan ehtiyot bo'l. Seni ko'ra olmaganlarni kulib tark et. Oliy maqsading yo'lidan chalg'ima. Eng og'ir kunlaringda ham haqdan voz kechma. Shunda baxt eshik ochadi va baxtli bo'lish navbati senda, deya seni o'z og'ushiga oladi. Men hech qachon huzurbaxsh etishdan qat'iy nazar menga ato etilgan narsalarga ishonmadim. Bisotimdagi hamma narsani, pul, mavqe, qudratni shunday bir joyga qo'ydimki, taqdir ularni mendan qaytarib olishni xohlasa, tinchimni buzmay ola bilsin. Qo'lga kiritgan barcha narsamga nisbatan shunday masofada turdimki, qismat istagan payt uni mendan bemalol qaytarib olsin. Qo'porib emas, seniki. Siz yo'lingizda to'g'ri yuring, siz bilan yurmaganlar uyalsin. Siz doim rost gapiring, sizni aldaganlar uyalsin. Siz hech qachon o'zgarmang, o'zgarganlar uyalsin. Siz shunday sevilingki, sevmaganlar uyalsin. Kim bilan yurganingga, kim bilan do'st tutinganingga e'tibor ber. Chunki bulbul gulga, qarg'a axlatga yetaklaydi. Mavlono Rumiy. Akulaning bolasini akvariumda boqsangiz, u bor yo'g'i 20 santimetrgacha, lekin u okeanda bo'lsa-chi, uzunligi 2,5 metrdan oshadi. Akulalar bu jihatlari bilan odamlarga o'xshar ekan. Insonning atrofida nuqul mayda gap, kalta o'y, saviyasi past odamlar bo'lsa, muhit ham shunga yarasha bo'ladi va u ham o'smaydi, maydalashib boraveradi. Demak, saviyasizlashib, maydalashib ketishni istamasangiz, o'z ummoningizni toping. 3 narsa haqida tashvish qilma. Kambag'allik haqida o'ylama, chunki g'aming ko'payib ketadi. G'am-g'ussa esa ochko'zlikni ziyoda qiladi. Senga zulm qilgan kishi haqida ham ko'p o'ylama, chunki qalbing g'azabga to'lib, adovating kuchayib, qahr-g'azabing bardavom bo'lib qoladi. Dunyoda uzoq qolish haqida ham o'ylama, chunki mol-dunyoga yig'ishga qiziqib, umringni zoye ketkazasan. Amal qilishni esa ortga surasan. Kim bilan birga bo'lish o'zingizni ixtiyoringizda. Boylar bilan o'tirganning dunyoga havasi ortadi. Faqirlar bilan o'tirganning shukri ortadi. Amirlar bilan o'tirganning kibri ortadi. Ayollar bilan o'tirganning ularga muloyimligi ortadi. Bolalar bilan o'tirganning uyiga moyilligi ortadi. Gunohkor bilan o'tirganning gunohga jur'ati ortadi. Solihlar bilan o'tirganning ibodatga havasi ortadi. Olimlar bilan o'tirganning esa taqvo va ilmi ortadi. Miyasi mayda juda orzularga to'la odamlar bilan uzoq suhbat qurmang. Ular sizning katta orzu maqsadlaringizni cho'ktiradi. Hayotdan alamzada va norozi insonlar bilan muloqot qilmang. Undaylar sizni hayotga bo'lgan qiziqishingizni, umidingizni so'ndiradi. Juda ham ehtiyotkor va qo'rqoqlarning fikriga quloq solmang. Ular tufayli tavakkalga qo'l urolmaysiz. Dangasa ish yoqmas bilan do'stlashmang. Aks holda sizning ham miyangiz ularnikiga o'xshab, hayotda o'sish uchun imkoniyat emas, ko'proq uxlash uchun sabab izlay boshlaydi. Katta-katta orzular qiling, maqsadlar qo'ying.
Unga yetishish rejasini tuzing va bu yo'lda siz bilan yelkama-yelka muammolaringizni hal qilguvchi, quvonchinggizga sherik bo'lguvchi do'stlar orttiring. Yoshi 35 dan o'tgan insonlar uchun tavsiyalar. Yilda bir marta qon oldir. Hijoma. Garchi biror kasallik va darding bo'lmasa ham, chanqoqlik yoki suvga ehtiyoj sezmasang-da, doim suv ichishga odatlan. Sog'likka putur yetishishidagi asosiy muammo tanadagi suv yetishmovchiligidandir. Dunyoning ishi zimmangda bo'lsa ham sport bilan shug'ullan. Piyoda yur, suzish yoki biron turdagi sport bilan shug'ullanib, tana a'zolaringni harakatlantirib turishing lozim. Ovqatlanishni kamaytir. Odam bolasi uchun qaddini tutib turishga bir necha luqma kifoya qiladi. Ovqatga juda ko'p ishtaha qo'yib, ochko'zlarcha yeyishni bas qil, chunki ko'p ovqat yaxshilikka olib bormaydi. Butunlay yemasdan ham qo'yma, balki miqdorini ozaytir. Imkoning boricha mashina minmaslikka harakat qil. Biror joyga borishni istasang, piyoda yurib bor. Masalan, masjid, do'kon, ziyorat va hokazolarga yayov borishni odat qil. G'azablanish va asabiylashishni to'xtat. Ishlarga ko'z yumib, beparvoroq bo'lishga harakat qil. Bezovta bo'linadigan ishlarga aralashaverma. Bunday qilishing sog'ligingga putur yetkazadi va ko'rinishingni xunuklashtiradi. Molingni quyosh ostiga qoldirib, o'zing soya ostida o'tir deb aytilgan maqoldagi kishidek bo'l. O'zing va atrofingdagilar haqqini poymol qilma. Bu dunyo bizga xizmat qilish uchun yaratilgan. Biz mol dunyoga xizmat qilish uchun emas. Biror kishini deb nafsingni hasrat va nadomatga to'ldirma. Amalga oshira olmagan narsangga ham afsus chekib o'zingni koyima. O'zingni bilmaganga solib ol. Unutishga harakat qil. Tavozeli va kamtar bo'l. Mol dunyo, mansab, kuch-quvvat va nufuzing takabburlik va g'urur bilan barbod bo'ladi. Tavozi odamlarni senga muhabbatli qilib, Alloh nazdidagi qarashingni oshirguvchi fazilatdir. Sochingga oq oralashi hayoting oxirlaganini anglatmaydi, balki afzal hayot endi boshlanganini bildiradi. Shunday ekan, kelajakka umid bilan boq.